Do'stlar mana dasturxon to'lib ketibdi, hoji bola kutyapti yemaganlar. Xizmatda ekan. Lutfullo qoraga ham keldi mana. Buncha hozir ketdingiz. Hadi kim ketdi? Oturibdi, yirma. Yaxshi, ketdi keldi. Hoji mana Sizga bergan chekka kelmasam bo'lmaydi-da. salatlar qilyapti. Qayt paytda qayi qo'shdilarda joyiga qo'yadi. Tepaga o'tib olavering yoshlar. Omad kelguncha anaqa qo'ydi, hozir yangilar Hadi, sensiga bo'lar ekan. Ya ben qaragich. Yo, tishi yo'g'i sen ekansan. Yaxshi yeydiganlarda ular. Yo, Amin. Allohu akbar. Somsaga boribdi, supa somsami? Yarma. Amin sizga. Somsadanmi? Sizga bo'qaq somsa. Qanaqa beradi? Tarifga beradi. Yaxshimisizlar hammanglar? Sizning so'zingiz Voy, qalashlar. Yaxshimi? Nega? bular chay va oshda. Qo'ldan kelgancha qilsa saqladik. Mana shu narsa kerak yo'q. Qo'shaveradi. Yaxshi ovqat olsada. Nima ovqat o'zi? Nima ovqat? O'ziga yaxshi ovqat olsada. Qo'shaveradi. Qo'stin qo'shaq. Bu to'y solsa uydan qilib bergan so'zlarni olmadim. Olmagan, ovqat somsasi. 10 minglik ekanmi? Omadjon ham keldi mana. Aldım boy tanlab olsan, aldım boyda ishni qilaman, Muzaffar boysa otamaslik deyman deb. Salomatsiz? Amin. Allohning robbidan zilimizdan muborakman. Bahoirul munzilin. Alloh. Allohu akbar. Tanlabdi. Aldım boy. Ashyo oldingizmi? Joylarni olib kelyapman-da. Joyni olay ham deb 70 million olmuş. Yaga kelib ko'rasiz. Naves tugatadigan pul bor deb o'tib kelyapman-da. Yaxshi. Salomatsizlarmi? Yaxshimisiz? Kiyimsiz? Kuningga shakil bormi? Xudoga shukr. Ha, ko'proq. O tarifga O'tiribmiz mana do'stlar. ushbu belgi sanab o'tirgan Hammamizga boshqa yaxshi sarpolar ham bor ekan mana. Yana kelib qolibdi. Muzaffar hoji mana. Orasidan sarig'ini qilib taxlab qo'yibdi mana. Balandligi bo'lsa kerak bu. Ushbu belgi sanab o'tilgan yuk avtomobillarining qaysilariga harakatni davom ettirishni taqiqlamaydi. Metri. Keyin aqalana yozgan pastga. Birinchisi, yuk ko'tarish 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillarga, ruxsat etilgan 3,5 tonnadan Olyapmiz, Omadjon. avtomobillarga, Avtomobillar. avtomobillarga, Olaverashdi. yuk hammasiga qiya oq chiziq tortilgan yuk avtomobillarga. Zanaga tushib qo'yaman men do'stim. Sen mafiyani kim deb o'ylaysan? Olsin. Hamma ko'zini yumsa, ha. Mafiya ko'zini ochib ochsin. Aytdim otaga. Ko'zi ochsalar indamaydi, mafiyani aytmaydi. Doktor ko'zini ochsin, davolasin. Men emasman ham Ko'zini doktor. yumsin. Hamma ko'zini ochsin. Mafiya otdi, doktor davolanmadi, Asadullo chiqib ketdi o'yindan. Ha, bo'lmasa muammo yo'q. Yana mendan ko'radi. Nima edi? Bu o'yinga Mafiyami? Lutfullo deydimi? Lutfullo deyapti, hozir hammasi. Nimaga hammasi pul oldi? Bunday qilib o'tiribsiz. Ya to'xtanglar. To'y şey deylar. Qara hozir. To'y. Mana orsalar uchun yuribman. Jibrila, Asadullo bitta, Jo'ra ikkita. Sen nechta bahodin? Lutfullo deyapti. O'zi ichkarida edi. Men ochaman men. Qanday Muhammad Rasululloh men mashinada dedim men. Jo'ra berdi. Oshna bir ovozdan sizni mafiya deyishlar, kartingiz oching, oxirgi gapingizni ayting. Oxirgi. Odam masagan.
Mafiya kim deb o'ylaysiz? Mafiyami? Muhammad Aziz. Bir xil. Bir. Mahmudjon, mafiya kim deb o'ylaysiz? Oddiy. Lüppullo. Lutfullo ikki qiling. Siz kim deb o'ylaysiz? Men faqat bosh Mahmudjon deb o'ylayman. Sen bir qil. Asadulloh, mafiya kim deb o'ylaysiz? Men Mafiya Omadjon deyman. Omajon bir qiling. Siz kim deb o'ylaysiz mafiyani? Omadjon. Omon bir qil. Sen kim deb o'ylaysan? Meni omonlo dedim ben. Ikki qil. Adashyapsan lekin Hop, sen. ikki. Boshqa tanlov bormi? Adashdi. Boshqa tanlov bormi? Bak. Omonlo. Çok. Yo'q, bu miyig'ida kulyapti. Omon, Ana boshdi. seni mafiya deyapman. Gapni Adashdi. aytdim. Ha? Nima qiladi bu? Oddiy xalq bo'lsa chiqib ketadi, mafiya bo'lsa yutasizlar. Kartasini ochdi. Doktor ham yo'q. Mafiya Adashdi aniq. Nima qildik? Sen mafiyasan. Yo'q, ochib qo'yapti, adashdi. Oshlar sen mafiyasan. Ochib qo'yapti. Achov. Ha, hamma ko'zini yumsin. Uzr. Hamma ko'zini yumsin. Hamma ko'zini yumsin. Ko'zni yuming, mahkam yuming. Mafiya otsin. Doktorimiz yo'q. Hamma ko'zini ochsin. Doktor qayerga ketdi? Mafiya otdi, doktor o'ldi, Lutfullo o'yindan chiqib ketdi. Kim deb o'ylaysiz oshna? Bosh Mahmud deb o'ylayman. Mahmud bir. Sen kim deb o'ylaysan oshna mafiyani? Lüppullo deb o'ylayapman. Yo'q, otlar. Onu Asadullo. Yo'q, Usmon gapirdim bunday qarab turib. Yo'q, men Deb o'ylayapman men. Yo'q, bular oddiy hali to'g'ri kelgan. Mana sen desa. Yo'q, men hozir qilyapman. Deb o'ylayapman. Asadullo, siz kim deb o'ylaysiz? Omon ketdi. Bular siz mazmush ketdi siz. Men Omadjon dedim. Omajon bir qiling. Siz kim deb o'ylaysiz mafiyani? Yo'q, Jo'rabek bo'ladi. Birinchi Bahodirni otdi, lopi kiygan. Hmm. U lopida endi Asadullo turibdi, Mahmudjon turibdi. Menga nima qilyapti? Menga otmadi. Jo'rabekmiki? Jo'rabek bir qiling. Mavrasul kim deb o'ylaysiz? Jo'rabek deychini bo'lar ekan. Ikki qiling. Hozir 2, 1. Nima qilib keldi? Sen kim deb o'ylaysan? Nimaga? Nega? Oddiy. Omad. Omajon 2 qiling. Nimaga? 2ta. 2 oylab 2tadanmi? Sen ham 2tami? Yo'q. Mahmud kartini ochib qo'y. Asadullo, javob. Yo'q, adashyapti. Asadullo. Adashyapti. Katta ovqatdan taniyman Asadullo. Ovoz kelmadi. Adashyapsan. Bo'pti, sen chiqib ketdingmi endi bo'ldimi? Ovoz. Ha, siz. Omaddan. Omajon bir. Siz ovoz. Yo'q, Abduroq boshyapti omad. Ovoz bering. Men Siz Ama ovoz bering. Asadullo dedim. Aybdor odamga o'zi qanday qarab olding? Blogger. hozirga kelinglar. Sen bir. Bahodir. Kim deb o'ylaysan? Lupilla. Yo, adashdi. Lutfullo bir. Qog'ozda men yo'q bo'lgan. Ovoz kim deb o'ylaysan? Lutfullo 2. Sen kim deding? Omajon 2 qiling. Hop, 2ta. 2ta. Emas. Omad. Siz kimga qilyapsiz hozir? Yo'q, omad yo'q. 2tada. Men emas. Siz kimga edi? O'zgartinglar. Mana shu yo'q Asadbek, yo'q mana shu emas. Yo'q, Men Omadjon deyman. Kimga dedingiz? omad. Hojiga deyman. Omadjon 3ta bo'lib qoldi. Mana shu yo'q Muhammad Rasul, yo'q Omonlovmi? Hamma sizni mafiya deyapti. Mafiya bo'lmasangiz. O'zgartirib yuboring. Yo'q, omad, 100% omad. Emas. Ceysan, annagana shuni aytgansan. Sen mafiya hamma tuzib. Och. Hali ketmas. Bo'l, sen ketding. Men emas. Voy, hamma ko'z. Imoninmi? Asadullo'ni Men Yo'q, Jo'rabek. nimaga u? Ya, sen to'xtamaydi. Asadullo bor. Bitta o'lik. Bahodir. Kim deb o'ylaysiz? Lupilla. Bekki olaman deb keling men. Yo, olam. Aralashing.
Men Bahodirni deb o'ylayman. Bahodir. Lutfullo siz uch ketmadingizmi? Yo'q. Men Lutfullo deb o'ylayapman. Deb o'ylayapman. Lutfullomi? 2. Sen. Kimda ma'fi kim deb o'ylaysan? Omon. Siz kim deb o'ylaysiz? Bahodir. Bahodir. Omondan vaqt beraylik. Yoshlar nimaga deng mana. Bu ne? Bunda ovozni ham eshitdinglar-da. Ovozni eshitdinglar. Ama ikkita o'ldimi? Yo'q, Bahodirda. Hamma gaplarni otsin deyotgan odam ot dedi. U degani Bahodirni faqat seylab yo'q. Men seylayman-u men. Yo'q. Jo'raman. Boshqacha seylagan. Bahodir. Bahodirda. Bahodir. Bu adashyapsan, yana adashy, yana boylik Ey, omonda emas. Qarash bundan oldin Yana o'yishdik. boylik beramiz. Asad 100 foiz yana boylik. Lutfda. Bahodirda. Xolos. Lutfullo. Bahodir. Lupulon Lutfullo. Nechta? Siz chiqdingiz-a? O'ynash kerak. Kim chiqdi? Kimda gumoningiz kimda edi? Bahodir. Ya bundan oldin chiqdi shekilli. Ketgan. Nima chiqyapti? Sen ham chiqding. Hozir chiqyapsiz. Ammo Kim otdi deb o'ylaysan sen oxirgi marta? Bahodirda. Bahodir 2. Sen 3 oldi. Bahodir 3 qilasan. 3 kilo. Bahodir deganlar qo'l ko'tarsin. mana 1 2 o'tar yalanlar. 3 ta. Lutfullo deganlar qo'lini ko'tarsin. 1 2. Sen kimdasan? Yo chiqdingmi sen? O'ch ketgan bu. Ovoz emaysan. Kimda? Mana dik. Bo'ldimi men tushira olaymi? Mana shira yolg'onlar. Bahodir 3 kishi seni ma'fi deyapti, 3 kishi Lutfulloni ma'fi deyapti. Lutfulloda. Ikkitadan bu. Chiqyapti. Ichga tekkan ovoz. Chiqib tekkanlardan so'ramaydi. Kim fikrini o'zgartiradi? Bu fikrda qat'iymi? Men degan men deylar, Lutfullo degan Lutfullo deydi. O'zgartirsan. Lutfullo deb qolasan. Bir safar meni gapimga kulgin. Men fikrimni o'zgartiraman omonda. Iblos omon. Kim dedi? Uch to'polak hozir unda. Yo'q, Bahodir deydi. O'lgan odam fikringda qolasanmi, o'zgartirib o'lasanmi? Hop, qo'lol. Bu ikkalasidan bittasini o'zgartir sen. Biz oshnamiz. Bo'ldi, men qoldim. Bahodirdanmi? Avval sen ben bir sırada ben okuyamam. Ama fikrini o'zgartirsan. Yo'q, bas lutfi. Siz Bolida o'yin cho'zilib ketdi. Lutfullo o'ldi. Lutfullo. Hamma sizga kartez oching. İkinci laflar ayıp gelmeye geldi. Aç. Oynar. Oynadı. Nerede? Ben okuyorlar beni. Hadi açın çok da oldu. Aç göreriz. Gözüyle lan gözüyle. Vay be. Gözünü göster. Buranı çalkanlar. Yok bana. Bahadır'a gel lan. Ya aman be Bahadır. Aman gel. Aman gel. O'lgan odam. Kimda deb o'ylaysan? Aman. Aman bir des. Siz Aman. Aman. Bahodir kim deb o'ylaysan? Ya gördün. Hozir kim qoldi o'zi? Ben 2 3 kishi qolishdi. Azatillo. Alloh siz deb o'ylayapti. Ama rostdan. Bolida. Bilmez. Ama sen 2 kishi deyapti boshdan. O'zingni oldin. Agar Alloh mafiya bo'lmasa yutkizasizlar hozir. Boya boyishni, hamma boyishmasa. Bunu gapiga kirib mana otni chiqaryapti. Voy, bana. Bu Bahadır unchalik o'ynolmaydi. Kimbollar chiqadi. Yo'q, masa yo'q, men ikki odam bilan. Yo'q. O'zga kishi olishdingda. 100 foiz tamam. Aman aka. Boyilib beramiz. Ammo sensan. Bo'lish. Ama o'zingni oldin kartini ochilmasa. Boyilib beramiz bolalar. Mayli. Ochamiz. Asad yutding shana boshni. Vay gitti. Bahodir. Mana. Voy qo'l. Bitta hamma oladi. Sen de gaplarla bağlı. Sen ona partidan keyin tuttur debdin.